Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asli joy jamoasi sizlarga eng yaxshi hududlardan fayzli xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Do'kanal Malika magazini yaqinida 26-maktab yaqinidagi ushbu fayzli 46-kvartiramiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'ring, sababi ushbu video aniq sizga manfaatli bo'ladi. Kirish qismi eshiklari, turetskiy eshiklar qo'yib qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Uyimiz 5 qavatli domda, 3-qavatda joylashgan, o'rta podest skvoznoy holatda. Kirish qismi proxod holni ko'rib turibmiz. Taylari taxtapol bo'lgan, devorlari chiroyli mo'ysha bo'ylar qilingan, ichki eshiklari MDF. Romlarimiz Aquaplast qilingan. Videoni shoshmasdan oxirigacha ko'rsalaring, tashqari hududlarda ham ko'rsatib tushuntirib beraman. Xo'p, qarang, kirganimizda o'ng qo'ldagi birinchi joy bu do'stlar bolalar xonasi. Bolalar xonasining holati, remontlari mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli aboylar yopishtirilgan, taylari taxtapol qilingan ekan, konditsionerlarimiz bor. Romlarimiz Aquaplast qilingan. Operatorim sizga tashqarini bitta ko'rsatadi. Uyimiz oldida mashinaga parkovkaga joy, bolalar o'yingohlari bor. Uyimiz naqd pul va ikkilamchi kreditga ham sotiladi. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Katta yo'lda bo'yiga yaqin joyda joylashgan. Xo'p, cho'tdan chiqqanimizda bu tomondagi xona bu kattalar yotoqxonasi. Bu xonani taxtapol qilinmagan ekan. Uy egalari aytishdiki, laminat pol qilmoqchi edik, vaqtimiz bo'lmadi deyishdi, hovli olishdi. Shuning uchun do'stlar bu kvartirani sotuvga qo'yishyapti. Bunda ham romlarimiz Aquaplast qilingan, holatini mana operatorim sizga qo'ldan kelganicha ko'rsatishga harakat qiladi. Xatolari, nuqsonlari bo'layotgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video yoqayotgan bo'lsa albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Endi proxod holda shu yerda bitta o'zini alohida mana bunaqangi o'sha kladovka qismi ham bor. Bemalol bu yerdan kladovka sifatida yoki o'sha garderobniy shkaf qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi xonamiz bu do'stlar uyimizning eng chiroyli joylaridan bittasi mehmonxona qismi. Mehmonxonamizda ham chiroyli aboylar yopishtirilgan, romlarimiz Aquaplast qilingan ekan. Xo'p, eshik yopib olishgan ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, holati yaxshi, chiroyli qandillar ilib qo'yilgan. Barchamizga shunaqangi fayzli chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Havas qilganlar izohlarda inshaalloh so'zini yozib ketishni unutmaymiz. Xo'p, bu yerdan chiqamiz, koridor orqali yurganimizda sanuzelni ko'rishimiz mumkin. Devorlar, yerlar 100% kafil qilingan, vannalar o'rnatilgan. Bu uylarda sanuzel alohida, hojatxonasi alohida. Bu hojatxona. Uyimiz 3 xonani 4 xona qilib yorishgan do'stlar. 3 xonani 4 xona qilishganning hisobiga bu joy avval oshxona bo'lgan. Hozirgi kunda do'stlar 4-xona sifatida ishlatib kelinyapti. Endi 6 metr verandaga chiqamiz. 6 metr verandamiz polniy romlari Aquaplast qilingan. Bunga ham e'tibor berishni so'rab qolardim. Gaz plitamiz bor, vitichkamiz bor, aristonimiz bor, rakminamiz bor. Bu tomonga mana bunaqangi supachalar qilib qo'yishgan ekan. Bemalol oila davrasida mazza qilib o'tiradigan joy do'stlar. Qale, uy sizga ma'qul kelyaptimi? Agar ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan ushbu joyda xarid qilishlaringiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha siz aziz obunachilarimizga ushbu uyni to'liq video shaklini yetkazishga harakat qildik. Kichkina xatolari yoki nuqsonlari bo'layotgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video yoqayotgan bo'lsa albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib, shunaqangi kvartira izlayotgan do'stingizga, tanishingizga jo'natib qo'ying. Tashqariga chiqamiz, podyezdlarini va dvorni ko'rsatib sizlar bilan xayrlashamiz. Hurmatli obunachilarim, sizlar bilan birgalikda uyimizga chiroyli sayohat qildik. Yoqdi degan umiddaman. Endi sizlarga tashqari hududlarda ham 100% ko'rsatib beraman. Bu tashqari tomondagi dvor qismi do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Uyimiz oldida bolalar o'yingohlari, mashinaga parkovkaga joy bor. Maktablar, bog'chalar, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar yaqin joyda joylashgan. Uyimiz 2-podest do'stlar, 3-qavatda joylashgan. 5 qavatli yangi planirovkali domda 3-qavatdan ushbu xonadon zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan ushbu xonadonda xarid qilishlaring mumkin. Realtor, makler, o'rtakash, aralash usul. Sizlar bilan doimgidek Farg'ona shahridan Sergey Pazbev uning jamoasi bo'ldi. Xatolari, nuqsonlari bo'lgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib, shunaqangi kvartira izlayotgan do'stingizga, tanishingizga ushbu videoni ulashib qo'ying. Keyingi videogacha xayr do'stlar.